Azlar, Cobalt olaman deganlar uchun Surxondaryo Sherobodni mashinasini ko'rsatib o'taman. Yili 2025, 15 talik balonlar joyida, sakadiskalari bor. Propan pakalenda mana, joy-joyida hammasi ko'raverasizlar. Zavodskoy nima deydi? Plombalar buzilmagan. Mana. Motorning aksikdan tiniq turibdi. Kraska toza dedingiz-a, og'a? Kraska toza, yili 23. Kraska toza 23. Avtomat korobka 57379 probeg. Og'a, men sizni yeritaman lekin. Poliglar bor, chixolda qoplanmagan. Biz monitorlari bor. Komplet chixoli bor-a, obunashlarga. Oching orqa. Voy, mana zapasniy balonlar yangi 14 talik. Chixol qorasidan-a? Qorasidan bu yerda pastda tabletga turibdi. Demak, keling bu yoqqa. 23 ni qancha aytasiz? 125 million aytilishi, xo'p. O narxingiz bekor bo'ladi, og'a. Shunday, hozir bozor necha ko'tardi bugun? Termiz bozor. 20. Bermadingiz. Dedingiz necha? 22. 21 ga bitkazaylik Surxon Abdulov obunashlariga. Mana shu mashinadan 1 million non yemasangiz yemang, og'a. Surxon Abduldan kelsa 121 ga baraka nasib bo'lsa. Ishonchaman beriladimi bunga? Bir qo'l, ha? Sherobodda mashinasi. Hujjatda hech qanday muammo yo'q. Notarsga pul sanaladi. Demak, telefon nomeringizni ayting. 94 kodi bilan 465 00 47 465 00 47. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qish yaqinlashyapti deb propan o'rnataman demaysiz, chunki bu mashinada hamma narsa tayyor-a. Chixol, polik hammasi propan balongacha ustunovka qilingan. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Mana, egasini raqamini qoldirdim. Surxon Abzorda ko'rdim desalaringiz 22 emas, 121 ga baraka bo'ladi. Azizlar, Nexia 1lardan so'raganlar uchun Surxondaryo Sherobodning mashinasini ko'rsatib o'taman. Yili 1997-yil. Oldin oching aka, motorni ham ko'rsataman. Mana mashinani ko'rsatib o'taman. Chixol poliklari bor ekan. Mana orqada zapasniy balon bormi yo'qmi? Zapasniy balonlar bor ekan, metan balonlar turibdi. Demak, dehqondan sotilyapti. To'g'ridan-to'g'ri dehqondan, egadan olaverasizlar. 209 mingga to'xtagan probeg. Demak, mana shu holatdagi mashina. Muhimi bunaqa mashinalarda motor korobkasi hamda hadovoylari zo'r bo'lsa bo'ldi. Yurishlari zo'rmi? Sonsi motor. Mana. Og'a, necha aytamiz 97 ga? Bo'lish narxi 15 millionmi? Ishonchnoma berasizda unda. Chunki oldi sotiga ko'p pul ketib qolmasi kerak-ku. Sherobodning mashinasi. Varianti yo'qmi buni? Iloji boricha naqdga. Telefon nomeringiz? 97 kodi bilan 842 06 99 mi? 06 94 ekan, oxiri 06 94. $1000 ga naqdga bitmaymi, og'a? 12 million bo'lyapti. Nima deysiz? Kelishiladi. Azizlar, mana egasining raqamini aytib o'tdim. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Savdo qilaverasizlar. Sherobodning mashinasi. Uyini xuddi shunday trenddagi fasondan tunikafon qildirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol buyurtma berishlaringiz bo'ladi. Katalogda mingdan ziyod turlari bor. Eng hamyonbobi 110 ming so'mdan boshlanadi. Tunikafonni qalinligi, yuqoligi hamda qilinadigan fasonga qarab 140 ming so'mgacha boradi. Trenddagi high-tech fasondan ham bemalol bitkazib berishadi. Surxon Abzor kanalida ko'rdim deb bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ajoyib narsalarni kelishtirib qilib beriladi. Azizlar, BYD olaman deganlar uchun qora rangdagisidan BYD Chazor ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi toza varianti, yili 2023, lyuklari bor. Qora rangdagisidan. Egasi 17 talik balonlarni yangisidan qo'yganman deyapti. Sakadiskalari radnoy. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Shumka bo'lmagan ekan. Salohiyatlarga e'tibor berasizlar. 111 ming mashinaning probegi. Mana qisqacha ko'rib o'tamiz. Chixollar, poliklar, xullas mana ko'raverasizlar. BYDning ham o'ziga yarasha ishqibozlari bor. Ayniqsa bunaqa gibridlarini so'raganlar juda ham ko'p. Oladiganlar bo'lsa, Farg'ona nomeri bo'lgan bilan o'zimizdan Surxondaryodan hujjatlari bitadi azizlar. Aka, buni hech qanaqa taqiq yo'qmi?
Xo'p. Yo'q, yo'q, taqiq yo'q. Taqiq yo'q. Demak, aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 19 ming deyapmiz aka. 19 ming aytilishi. Xo'p. Hali so'radimi xaridorlar bozorda? 17 ming so'radi aka. 17 ming bermadingiz. Bermadi. Variant so'rami, naqdgami? Taqiq aka. Naqdga. Demak, 17 dan qancha chiqsa berasiz aka? 17 dan kelishamiz. Kelishiladimi? Ha, kelishamiz aka. Ko'raverasiz, mashina juda ham yaxshi holatda turibdi. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 94 kodi bilan 94 467 467 25 25 25 o'sha raqamga qo'ng'iroq qilib Surxon Abzor YouTube kanalida ko'rdim desalaringiz, o'g'illarimiz kelishtirib beradi. 488 ta, 477 ta odam efirda. Oralaringizda sizlardan ham xaridor chiqsa, xursand bo'lardik. Qancha ko'proq mashina sotilsa kanalimizda, men sotuvchidan ham, xaridordan ham umidvor emasman. Faqat duo qilib qo'ysa bo'ldi. Sog' bo'lasizlar. BYD olaman degan tanishlarga bu videoni yuborib qo'ysalaringiz bo'ladi. Mana ideal holatda aksida. Azizlar, Nexia 2 1.6 so'raganlar uchun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida mashinasini ko'rsatib o'taman. Balonlari yangi holatda ekan, mashina polni asfalt bo'lgan. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Mana. Oq rangdagisidan 1.6 super kondisioner. Olaman deganlar ko'p. Ayniqsa Nexia 2 1.6 lardan ko'rsating deganlar uchun ajoyib video bo'layapti bu. Oynalar elektronda ko'tarib tushiriladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Chexol poliklari joyida. Probeg necha? 549 ming. Demak 5,5 kuruk. Motor qanday ishlashi zo'rmi? Motor qilingan, korobkalar hamma joy bitta kondisioner ishlamaydi. ishlashdi. Kondisionerda frem tugaganmi, nima bo'lgan? Shunday frem. Frem qo'ysa ishlaydi. Demak, 15 ga qancha baho qo'yasiz, o'g'il? 45 aytilishi. Lekin 5,5 kuruk yurganini hisobga olsak, mashina ancha yurgan, o'g'il. Kelishiladimi? Hal bugun Termiz bozor necha ko'tardi? Savdo bo'lgan, o'g'il. Demak, dedingiz necha? Kelishamiz telefon bilan. Kelishiladimi? 45 aytilish kam bor. Ishonchnoma berasizmi egarga, xaridorga? Ishonchnoma beriladi. Telefon nomeringiz? 94 kodi bilan 511 60 03. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. 1.6 super kondisioner. 5,5 kuruk yurgan 2015 mashina, Muzrabotda mashinasi. Azizlar, 2021-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Gentra'dan ko'rsatib o'tamiz. Gentra olaman degan obunachilarimiz juda ham ko'p. Mana sizlarga kraskasi tozasidan Termiz mashinasimi? Surxondaryo Angorda mashinasi. Mana oq rangdagidan ko'rsatib o'tamiz. 8 diskadagi joyida. Balonlari ham juda ham yaxshi holatda. Salon holatlarini ko'rsatamiz. Poliklar bor, chexolda qoplanmagan, abg joyida, mexanika mashina. Probeg 145 mingmi? Ha. 145 ming probeg. Demak, mana shu motorni aksiyakda ham ko'rsatib o'tamiz. Demak, metani bor. Metanlar joyida. Bir qo'l mashina. Angorda mashinasi. Qancha aytyapsiz aka bunga 21 ga? 110 so'rayapmiz. 110 aytilishi. Xo'p. Kam bor. Ishonchmi berasizmi xaridorga? Egasi bilan kelishib Kelishiladi. Demak, hujjatda muammo yo'q. Yo'q. Telefon nomeringiz? 88 075 88 kodi bilan 075 07 01 raqamga qo'ng'iroq qilib, bemalol savdo qilsalaringiz bo'ladi. Surxon Abzor kanalida ko'rdim desalaringiz, o'g'illarimiz kelishtirib chiroyli narx qilib beradi. Gentralardan yana bittasini birdan obzor qilib o'tamiz. Yili 23. Mexanikada kraskasi qanday? Kraska 100% toza deb aytilyapti. Mashina tiniq turibdi. Yili 15. Mana. Surxon Abzor. Surxon Abzor. Metan balonlari joyida. Xullas zapasning baloni bor. Damkritlari joyida. Shumka bo'lganmi? Mana mexanika mashina abgrestidalar joyida, mana ko'rasizlar. Malibrlar qo'yib qo'yibsiz-a? 43 ming probegmi? Ha. Poliklar chiqollar ham ahli joyida. Demak, Video registrator qo'shib beradi. Magic pultlar joyida, video registratorlar qo'shib beriladi. 8 mi 9 mi? 8 mi? 908. Mana ko'rasizlar. Demak, olgan xaridor oladimi nada? Ha? Moyni ham almashgan deyiladi. Demak, qancha aytamiz bunga? 120 aytyapmiz, kelishamiz. 23. 23.
20. 120 aytilish kam bor. Ha, kam. Azizlar, Gentra'ning Xohlagan o'zgarish hujjat holatlari bor. Ishonch nima? General Xohlagan hujjat. hujjati muammo yo'q. Telefon nomeringiz 95lik 95 kodi bilan 939 1083. 1083 kodiga nomeriga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Surxon Obzor kanalida ko'rdim desalaringiz kelishtirib Azizlar, Gentra olaman deganlar uchun mana ko'rishlaringiz mumkin. Mokr asfalt rang deymiz-da? Ochiq sveta. 21 azizlar, bitta kriloda sepilgan joyi bor deyilyapti, lyuklari bor varianti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mashina juda ham yaxshi holda turibdi. Orqasida sal-sal tirnalgan joylari bor. U bir polirovka qilinsa, yangiday holatga keladi. Rullar almashgan, avtomat korobka, monitorlarni ham yaxshisidan qo'yilgan ekan. Abigra sidina bor, azizlar, mana qisqacha ko'rsatib o'taman. Abigra sidina bor hamda poliklar bor, chexolda qoplanmagan. Demak, pakalina metallar qo'yganman deyapti egasi. Qancha aytilish bahasi, o'g'illar? 115 aytilish kam bor. Bugun Termiz bozori nechga ko'tardi? Termizda mashinasi azizlar. Ishonchnom beriladimi? Beriladi. Demak, buning variant ajdonasi qanday bo'ladi? Varianti bormi? Variant yo'q. Iloji boricha naqdga. Telefon nomeringiz 93 kodi bilan 794 08 08 ikkita 08 o'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka, yana bitta narsani aytib o'tay, ma'lumot sifatida. Narxlar tushib boryapti. Men boshqa viloyatlarda juda ham ko'p yuraman-da. Sergeli, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Denov bozor hammasi me'yordaman asosan. Demoqchi bo'lganim, ertaroq sotib oling, sotsangiz. Narx tushib boryapti borgan sayin aka. Hozir 115 deyapsiz-ku. Baland aytilayotganga o'xshab, agar dedingiz 108 ga 105 bo'lsa, dedingiz masalan, 21 ku. 110 aytib turganingiz ma'qul. 115 deb ko'pchilik qaytishi mumkin. Sog' bo'lasizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Telefon qilaverasizlar, Gentra olaman deganlar bo'lsa, mana sizlarga juda ham tiniq holatda turgan Gentralardan. Aka savdo azizlar, 2025 60 ming probekdagisidan oq rangdagi Tracker, rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Tracker Premier Plus varianti, panorama lyuklar joyida. Mana qisqacha ko'rib o'tamiz. Oq rangdagisidan minaman deganlar uchun mana sizlarga ideal holatdagisidan ko'raverasizlar. Demak, paroklar hammasi qilinganda. Parok, polni shumkadan mashina. Aha. Ko'raverasizlar azizlar, oching mashina. Kojinli chexollar, poliklar и 60.802 kilometr probeg. Ko'rishlaringiz mumkin azizlar, mana shu holatdagi mashina. Tarbitka chexolgacha qo'yilibdi. Mashina tiniq turibdi, og'a? Tiniq turibdi. Propan qo'yildimi yo'qmi bunga? Propan qo'yilgan. Qo'yilgan, a? Demak, tayyor. Tayyor. Olish kerak bo'lsa. Necha aytamiz buni? 92 deyapman, 89 oxiri berib yuboraman. 89 million oxirgina. Ha, 90 deb turganim 89 berib yuboraman. Demak, 189 million bo'lsa baraka. Boshqa mashinaga barter bormi yo'qmi? Kattaroq mashinaga iloji bor. O'zini mashina qimmat so'laydi ko'pchilik. Buni hech qanaqa taqiq yo'qmi hozir? Yo'q. Birdan afarim bilan Dinamo berishga harakat qilamiz. tushunarli. Egasini raqamini aytib o'taman azizlar, bemalol qo'ng'iroq qilib savdo qilsalar bo'ladi. Ayting. 94lik 94 kodi bilan 675 675 82 76 76 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Surxon Obzor kanalida ko'rdim Tracker desalaringiz, o'g'illarimiz kelishtirib chiroyli narxga beradi. Oldingi haftalar boshqa sotuvdagi mashinalarni e'lon qilganmiz, ular sotilib ketgan. Hozirgi vaqtda Tracker qolgan sotuvda. Termiz shahridan Ilir og'amizda sotuvdagi mashinalarni birma-bir obzor qilib o'taman. Ilir qaysidan boshlanadi? Oqdan, a? Gentra yil nechi? Yili 18. 18. Pozitsiyasi nechi? Avtomat, a? Lyuklari bor varianti. Mana motor aksiyaga ham e'tibor berasiz. Propanda? Propanda qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashina tiniq turibdi. 15 talik balonlar. Paralar hammasi joy-joyida. Tonirovka. Avtomat korobka ekan. Abigrasidan yo'q-da bunda. Poliklar bor, chexolda qoplanmagan.
Kraskasi? Qayerda? Oldi kapot, kirila bitta eshikda. Demak 15-20% mi? Demak, qancha baho qo'yayapsiz bunga? 85 aytilishi. Bo'lishini ayting. Bo'lishi 82 bo'lsa beramiz. 82 bo'lsa bor. Kelishamiz. Aha. Puli kamlarga qancha pul bilan chiqadi bu? Iloji boricha naqdkami? Naqdmi? Iloji boricha naqd. Yana qaysi mashina? Oqidan, ha? 22-yil, kraskasi toza. 722 metani bor. Metani bor, kraskalar toza. Xo'p. Qayerda mashinasi? Termizda mashinasi. Balonlar yangi ekan. Mashina tiniq turibdi, tiniq. Avtomat, korobka 120.633. Probek, azizlar, mana. Sho'rpuliklari joyida, monitorlar bor. Demak, necha aytamiz bunga, Ilyar aka? 115 aytilishi. Kam bor. Bo'lishini ayting. 114. Ikkovimi hozir faqat telefon nomeringizni ayting. Balandroq ovozda ayting. 90 247 Nomerimiz ham bor, 88 ha, 200 94lik 90 247 99 00. Ha, 94lik 261 56 56 raqami ham ishlaydi. Xullas qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kraska toza. Azdar 25 oq rangdagisidan Cobalt olaman deganlar bo'lsa, mana Midnight, qora diska, qora bakavoy. Xullas mana yili yangisidan oladiganlar bo'lsa, qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Aha. Zapasli balonlar, kulish domkratlar tushmagan. Olgan xaridor istasa metan, istasa propan qo'yib olaveradi. Avtomat korobka 2458. Probek. Qo'llar bor, chexollar qoplanmagan. Demak, aka necha aytamiz bunga? oxiri 175. 135 bo'lishi. 135 million bo'lsa, baraka deyilyapti. 25 Midnight. Hali mashinaga gaz qo'yilmagan, chexollar ham qo'yilmagan. Bu variant yo'qmi bunga? Yo'q. Naqdga. Termiz mashinasi. Telefon nomeringiz? 97 97 kodi bilan 847 847 47 47 yana 47. Shundaymi? O'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka yaxshi narx belgiladi, mana sotuvchi. 140 150 degan demadi. Bo'lishini aytdi birdan. Gap yo'q, rahmat. Azizlar, Kia Sonet olaman deganlar uchun oq rangdagisidan ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi toza. Surxondaryo Sherobodda mashinasi. Mana ko'raverasizlar. Kia Sonetga juda ham ko'pchilik qiziqyapti, chunki bu mashinaning rasxoti juda kam. Bir necha 19591 kilometr mashinani yurgani. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin, 3-pozitsiyasi deyilyapti, full. Chexollar, poliklar joyida, mana salon holatlari. Hali 19000 probek hech qancha emas. Mana ko'rasiz. Qancha aytamiz bunga aka bahosini? Hozir mashina benzinda, o'zi 6 nari beri rasxoti bor deyilyapti. Qancha aytdilaringiz bahosi? 200 million aytilishi kam bor. Taqalganini ishlaysizlar. 190 dan chiqsa baraka, nasib bo'lsa. Sherobodda mashinasi. Hujjat o'zimizdan bitadimi? Demak, hujjatda hech qanaqa taqiq yo'q. Azizlar, haqiqatan mashina tiniq turibdi. 19 mingdan oshgan probek. Mana. Bo'ladiganlar bo'lsa, bemalol savdo qilsalaringiz bo'ladi. Nomer qoldiramiz, aytingizlar. 94 kodi bilan 519 25 65 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bu videoni Kia olaman degan, Kia Sonet olaman degan tanishingizga borib qo'yisalaringiz bo'ladi. Ekonomik varianti
Liklari joyida. Mana. Oq rangdagisidan Sherobodda mashinasi. 25 style. Oqidan a? 54 ming probek, hujjatlari o'zimizdan bitar ekan. Demak 15 talik balonlar yangi. Mana uchiga general berilmaydi. Aha. Tirikchilik bo'lsa generalni chiqadi. Demak, tirikchilikka generalni beriladi. Tushunarli. Ablisovkalarni ham yangisidan qo'yibsiz-a? Eris ablisov. Avtomat korobka 54 ming probek, chexol poliklari joyida. Mana video registratorlar bor. Mana magnitofonlar joyida. Hamma xarajat qilgan berib chiqaradi. Ko'rasizlar. Demak, style'ga qancha baho qo'ydingiz, og'a? 133 million. 133. Savdosi bor. 33 Kelishamiz endi. savdosi bor. Metan propan. Propanda. Propanda turibdi. 4-paketli propanda. Demak, tayyor ekanda. Tayyor hammasi. Balonlarigacha qo'yilgan. O'zingiz qayerdan? Angordan. Angordan. Azizlar, egasini raqamini aytib o'taman, kelishaverasizlar. Telefon nomeringiz 94 94 kodi bilan 088 088 90 92. 90 92. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Mashina haqiqatan taniq turibdi. Men o'zim ko'rganimda aytaman. Uncha kuzovik ustadan yoki nima deydi, mashina furushdan ko'ra yaxshi tekshira olaman. Mana. Kelishtirib beraman deb aytgan. Gap yo'q. Mana, propan tabletka nechtaligida? Balonlar ham yangi holatda. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bemalol mana. Qobul olaman deganlar bo'lsa. Azizlar, yili 2022 Termiz shaharda mashinasi mokr asfalt rangdagisidan. Kraska tozami? Kraska toza deyilyapti. Hali probek 70 mingdan oshgan, shundaymi? Hozir 73 ming 672. 70 ming 700 desa ham bo'ladi. Demak, chexol poliklari joyida, avtomat korobka, monitorlar bor, video registratorlar bor, tarpitga chexolgacha qilingan. To'g'ri egadan-da nasib bo'lsa, aka. Mana orqada запасный balonlar yangi holatda, kulish damkiratlari joyida. Azizlar, mokr asfalt rangdagi Cobalt so'raganlar ko'p mendan. Mana ko'rsalaringiz. Taniq turibdi mashina. Yil 22. Qancha baho qo'yamiz bunga aka 22 ga? Xaridor qochmaydigan qilib, klient qochmaydigan qilib 120 deyapmiz endi telefon qilib kelishyapti. 120 aytilishi. Kam bor. Kam bor beramiz. Men o'zim yaqinda 109,5 millionga oldim aka. Eyna ko'k kinda bulu rangdagi mana shu. Mana shu meni mashinam. Bu ham 22 da. Avtomat bu ham kraskasi toza. Shunga bitishini ayting, bo'lishini nima deysiz? 115 deyapmiz. 115 taqilgan, ha? Ishonchni berasizmi xaridorga? Beramiz. Hech qanaqa taqiq yo'q mashinada. Hujjatda muammo yo'q. Bir qo'l mingan. Bir qo'l mingan mashina. Termizda mashinasi. Demak, ishxonadan uyga, uydan ishga borib yurgan mashina. Nomeringizni ayting. 97lik 97 kodi bilan 807 807 00 00 30 o'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar azizlar. Surxon Obzor kanalida ko'rdim desalaringiz, o'g'amiz kelishtirib beradi. Mashina haqiqatan tiniq turibdi. Mana. Azizlar, 2023 Cobalt Darkman Blue rangdagisini ko'rsatamiz. Sakadiskalar zo'ridan qo'yilgan, balonlari o'rta holatda. Termiz shaharda mashinasi stop faralar almashgan. Xullas, mashinaning tashqi ko'rinishi ajoyib holatda. Qisqacha ko'rib o'tamiz, qani probeklari va salohiyatlarini. Rullarni ham almashtiribsiz-a Merskiga? 101 ming probek. 101 mingdan oshgan. Avtomat korobka, poliklar bor, chexollar qoplanmagan. Ko'rishlaringiz mumkin. Tarpitga chexollar bor, monitorlar ham yaxshidan qo'yilgan. Xullas, video registratorgacha ham qo'yilgan ekan. Necha aytamiz aka buni? Necha aytamiz? 120 aytilishi. Kam bor. Kelishtirib berasiz-a? Kelishtirib berasiz-a? Ishonchnoma berasizmi? Ishonchnoma beriladimi xaridorga generalni? Hujjatda muammo yo'q-a? Nomeringizni ayting.
93'lik 93 kodi bilan 908 908 37 77 37 yu 77. 77. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar azizlar. 25 azizlar, propani bormi? Propani bor 90. Midnight olaman deganlar bo'lsa, mana 90 talik a? Ko'rasizlar, mana mashina yangi holatda, zavodskiy plombalar hammasi turibdi. ABS, hammasi joyida, abigriflar. Avtomat korobka ekan, monitorlar 18358 probeg. Xullas, mashinaga video registratorlar ham qo'yilgan, poliglar bor, chiqarni qoplanmagan. Qayerda mashinasi bu? Termizda mashinasi. Yangi holatdagisidan azizlar. Mana propan tabletga. Zapasli balonlar tushmagan. Kulish dampiratlar joyida. O'g'a necha baho qo'ydingiz bunga? 135 o'zi beraveramiz. 135 bo'lsa baraka. Buni varianti qanday? Variant Cheris Bank naqd. Cheris Bank yoki naqdga? Hujjat tashqariga taqiq yo'qmi? Yo'q. Telefon nomeringiz 99 kodi bilan 676 97 676 97. 97 yana 97. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib Surxon Abzor kanalida ko'rdim desalaringiz, o'g'illarimiz kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Mana mashina tiniq turibdi. Ko'rasizlar. Azizlar 2024 oxiringdagi Cobalt ko'rsatib metamlari joyida ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kraska toza-da. Kraska toza. Malibu barlar qo'yilgan 77643 probeg. Chiqib poliglari joyida, video registratorlari bor, tarpikka chiqollari ham bor ekan. Balonlari ham yaxshi holatda. Metan balonlar joyida. Zapasnoy bormi? Mana zapasnoylar joyida. Kulish damkatlari bor. Qancha aytamiz buni aka? 130 aytilish kam bor. 24. Varianti bormi yo'qmi? Variant yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 88 Surxondaryo Muzrabotda mashinasi. 88 kodi bilan 840 840 43 43 o'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Musofirda ishlab yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, sizlarga arzon hamda ishonchli aviakassa topib qo'ydim. Termiz shahrida soatning ro'parasida. Bu yerda chet elga chiqishga zapret bor yo'qligini tekshirish imkoniyati ham mavjud. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Qolaversa chiptalarni onlayn xarid qilishingiz ham mumkin. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkilotidan siz 6 xil yo'nalishda mikroqarz hamda mikrokreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ya'ni pensioner odamlar uchun 10 million so'mgacha, 3 kishining bir-biriga kafilligi asosida 7 million so'mdan 21 million so'mgacha, kichik savdo rastasini rivojlantirish maqsadida 25 million so'mgacha, rasmiy daromadi bor shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 50 million so'mgacha, 2010-yildan yuqori yillarda ishlab chiqarilgan avtomobillar hamda 4 yoki undan yuqori qavatli uylar garov evaziga 300 million so'mgacha pul mablag'larini faqat naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzil Termiz shahri yubileydagi Kartinka savdo markazining orqa tomonida. Hamroh mikromoliya tashkiloti, Termiz filiali.